Mevali daraxtlarning gulini qanchalik sovuq urdi. Men hozir bitta o'rikning gulini ochib ko'rdim. Hali sovuq urgani yo'q. Asosiy sovuqlar bugun, erta indinga. O'shaning uchun harakat qilaylik. Bog'lar, daraxtlar qatorlar orasiga somon hashalari olib kirib, namlatib tutatishga tayyor qilib qo'yaylik. Kechlar kuchli sovuq bo'ladi. Kartoshka ekib qo'ygansiz, lekin kartoshkangiz unib chiqmagan, uni sovuq unmaydi. 6 darajali sovuq ham unmaydi. Unib chiqqan bo'lsa, -1 dan pastga urib ketadi. Agar siz beda ekkansiz, unib chiqmaganmi hali urug'i, uni sovuq unmaydi inshaalloh. Unib chiqqan bo'lsa -2 dan keyin yosh bedalarda sovuq uradi. Shoshib ochiq dalaga pomidor ko'chatini ekib qo'ygan bo'lsangiz, uni sovuq urish ehtimoli juda yuqori. Biz mevali daraxtlarimizning gulini, hosilini asrab qolishimiz shart. Videoni maksimal tanishlarga yuboringlar. Hali kech bo'lgani yo'q. Bugun erta tutatishimiz kerak. Sizning muammoingiz bu ham, meni mevali daraxtim yo'q, meni muammom emas bo'lsangiz adashasiz. Mevali daraxtlarni hosilda asramasak, mahsulotlarning narxi bu juda ham qimmat bo'ladi. Hech yo'q, duo qilib qo'yinglar, hech yo'q, videoni tarqatishga yordam beringlar. Iltimos, mevali daraxtlarning hosilini saqlab qolishga hali imkoniyatimiz bor. Mevali daraxtlarning gulini qanchalik sovuq urdi. Men hozir bitta o'rikning gulini ochib ko'rdim. Hali sovuq urgani yo'q. Asosiy sovuqlar bugun, erta indinga. O'shaning uchun harakat qilaylik. Bog'lar, daraxtlar qatorlar orasiga somon hashalari olib kirib, namlatib tutatishga tayyor qilib qo'yaylik. Kechlar kuchli sovuq bo'ladi. Kartoshka ekib qo'ygansiz, lekin kartoshkangiz unib chiqmagan, uni sovuq unmaydi. 6 darajali sovuq ham unmaydi. Unib chiqqan bo'lsa, -1 dan pastga urib ketadi. Agar siz beda ekkansiz, unib chiqmaganmi hali urug'i, uni sovuq unmaydi inshaalloh. Unib chiqqan bo'lsa -2 dan keyin yosh bedalarda sovuq uradi. Shoshib ochiq dalaga pomidor ko'chatini ekib qo'ygan bo'lsangiz, uni sovuq urish ehtimoli juda yuqori. Biz mevali daraxtlarimizning gulini, hosilini asrab qolishimiz shart. Videoni maksimal tanishlarga yuboringlar. Hali kech bo'lgani yo'q. Bugun erta tutatishimiz kerak. Sizning muammoingiz bu ham, meni mevali daraxtim yo'q, meni muammom emas bo'lsangiz adashasiz. Mevali daraxtlarni hosilda asramasak, mahsulotlarning narxi bu juda ham qimmat bo'ladi. Hech yo'q, duo qilib qo'yinglar, hech yo'q, videoni tarqatishga yordam beringlar. Iltimos, mevali daraxtlarning hosilini saqlab qolishga hali imkoniyatimiz bor.